Mamlakatimizda sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Oqoltin tumanida ham bugungi kunda o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi inspektorlari tomonidan o'simliklarni zararkunanda va kasalliklardan saqlash hamda eksport qilish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Sadaryolik dehqonlar g'alladan mo'l hosil olishganidan so'ng yerni bo'sh qo'yishmadi. Dala maydonlarini shudgorlab takroriy ekin sifatida mosh urug'larini qadashdi. Bu yil dehqonlar uchun ob-havo qulay keldi. Mosh hosili ham bo'liq bo'ldi. Ayni kunda xirmonlar ko'tarilgan. Moshni qayta ishlash korxonalari to'lib toshgan. Oqoltin tumanidagi mazkur korxona kuniga 50 tonnadan ziyod moshni qadoqlaydi. Tayyor mahsulotlar esa Xitoy davlatiga eksport qilinmoqda. Qayta ekilgan moshlarni qabul qilib eksportga yo'naltiryapmiz. Bu sohada o'simliklar karantini xodimlari bizga ko'p yordam berishyapti. Mavsumdan oldin kelib omborlarimizni dezinfeksiya va fumigatsiya ishlarini bajarib berishdi. Doimiy hamkorlikda birga ish olib boryapmiz. Hozirgi kunda davom ettiryapmiz eksportlarni. Shu bugungi kungacha 2,5 ming tonnadan oshiq eksportga yo'naltirdik Xitoy Xalq Respublikasiga. Hali mavsum oldinda Xudo xolasa yuqori natijalarni ko'zlaganmiz. Darhaqiqat sifatli mahsulotning bozori chaqqon bo'ladi. Bu borada hudud dehqon hamda tadbirkorlarga tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi xodimlari yaqindan ko'makchi bo'lishmoqda. Hozirgi kunda Oqoltin tumanida 6150 gektar mosh ekish rejalashtirilgan bo'lib, to'liq takror ekinga ekildi. Ekish jarayonidan tortib pishish jarayonigacha Oqoltin tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi tomonidan to'liq nazoratga olib borildi. Kasallik va hasharotlarga qarshi kurash, kimyoviy preparatlarni qo'llash, har xil gerbisid va fungisid, instagarasid tavsiyalari berildi. Hozirgi kunda mana dehqon va fermer xo'jaliklarimiz tomonidan mosh mahsulotlari yig'ishtirish ishlari olib borilyapti va bunday sexlarimiz olib kelib topshirilyapti. Bunday sexlarimiz tumanimizda 3 ta hududda joylashgan bo'lib, albatta bu tumanimizda eksport salohiyatini oshirishga ham o'z hissasini qo'shib boryapti. Hozirgi kunda Xitoy Xalq Respublikasiga eksport jarayoni boshlandi. Oqoltinlik dehqonlar g'alladan bo'shagan maydonlardan samarali foydalanishmoqda. Hududda 13 ming gektar maydonga takroriy ekin ekilgan. Shundan 6500 gektardan mosh hosili olinmoqda. Mazkur ekin maydonlarida parvarish qilinayotgan o'simliklarni turli kasalliklar hamda zararkunandalardan himoya qilishda esa Oqoltin tumani o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi inspektorlari tomonidan bir qator sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bugun dunyoning barcha joyida uchratish mumkin. Bu iqtisodiyotimiz ortishi bilan birga qishloq xo'jaligi sohasining rivojlanayotganidan ham darak beradi.